Onajonlar, yaqinroq keling. Men sizga 3 ta mo'jizaviy nuqta o'rgataman. Agar aynan shu 3 ta mo'jizaviy nuqtani bolangiz 1 yoshga kirgandan boshlab har kuni bir massaj qilib qo'ysangiz, sizning bolangiz aslo duduqlanmaydi. Bu qaysi nuqtalar? Lab atrofidagi para lab nuqtalar. Ikkinchi nuqta, dahan ostidagi mo'jizaviy nuqta. Bu aynan tilni harakatga keltiruvchi til osti mushagini nuqtasi hisoblanadi. Aynan shu nuqtani har kuni 30 sekund massaj qilganda bola tez, ravon va tiniq gapiradi. Bunday bolalar duduqlanmaydi. Uchinchi nuqta, bo'yin sohasidagi Y20-nuqta. Va qo'shimcha yana 5 ta mo'jizaviy nuqtani o'rganishni istaysizmi? 21-22 iyul kunlari Neyromassaj sirlari nomli bepul onlayn dars tashkil etyapman. Hurmatli onajonlar, qatnashish uchun hoziroq quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.